Qalay, kayfiyatlar yaxshimi? Yomonmi? Kayfiyat yomon bo'lsa, kelgan joydan davom ettiramiz. Kelisizmi? Xo'p, bugungi mavzuyimiz qiziqroq, ancha qiziq. O'tgan mavzuga 100% bog'liq. Bugun balandlik tushirib olib ishlaymiz. Juda ko'p misollar tushunarligi, balandlik tushirib olib ishlaymiz. Qaranglar, mavzu qismida bitta narsani tushuntirib o'tib ketay. Balandlik uchburchakni burchagiga qarab ikki xil joyga tushadi. Tashqariga tushadigani ham bor. Misol, tasavvur qilaylik. Bitta uchburchak chizaman hozir. Mana bu uchburchakni ko'ringlar. Mana shu uchburchakni balandligi qayerga tushadi? Mana bu o'rtacha, mana bu yerga tushadimi? To'g'ri, shu yerga tushadi. Endi qaranglar. Mana bu uchburchak balandligi qayerga tushadi? Qaranglar. Mana bu uchidan tushirsam. Mana bu tushadi. Tushunarligi? Mana shu narsani bilib olinglar. Biz faqat kerakli uchidan balandlik tushirishni bilish kerak. Endi hozir mana bu uchidan balandlik tushiradigan bo'lsa, bu tomonga tushadi mana. Ichiga tushadi. Nima demoqchiman? O'tmas burchakli, bitta burchagi o'tmas bo'lgan uchburchakda o'tkir burchagidan tushirilgan balandlik tashqariga tushadi. Uchburchakning tashqi sohasiga tushadi. Tashqi soha deydi-da buni. Ya'ni uchburchak tashqarisini tashqi soha deydi. O'shaning uchun mana shu narsani bilib olinglar. Endi biz bugungi mavzuyimizda shunaqa balandliklar tushirib olib ishlaymiz. Xo'p, nimaga balandlik tushiramiz desa, ani Pifagorga moslaymiz. Kelishdiki? Xo'p, qaranglar. Mana bu uchidan balandlik tushiramiz. Balandlik tushirdik. Mana 90 bo'ldi. 90 bo'lsa, mana bu yer necha bo'ladi? 30 ni qarshisidagi tomon, bu tomonda gipotenuza yarmi bo'ladimi? Gipotenuza necha? 8. 4 bo'lib qoladi. Yopishgani nima bo'ladi? 4 ildiz osti 3 bo'ladi. A ildiz osti 3 deydi, to'g'rimi? Yo bitta qaytarib o'rayman. Bo'p, bitta qaytarib o'ramizmi? Aha. Bitta qaytarib o'ramiz, qaranglar. Yo'q, so'kinmaymiz, hammasi joyida. Xo'p, 30 gradus bo'lsa, 90 bo'lsa, mana bu joy necha bo'lardi? 60. Qarab ukam. 30 ni qarshisidagi tomoni A deydigan bo'lsang, bu tomoni 2A bo'ladi. Nima degani u? Bu tomoni, ya'ni gipotenuzani yarmi bo'ladi 30 ni qarshisidagi. Agar sen mana bu A ni topolsang, bu yoqqa A ildiz osti 3 qo'shib qo'yasan. 60 ni qarshisidagi A ildiz osti 3 bo'ladi. Faqat to'g'ri burchakda ishlaydi bu narsa. Tushunarligi? Xo'p, hali sinuslar teoremas, hali kosinuslar teoremasini bilmasdan bu narsalarni ishlatish zo'r. Hali sinuslar, kosinuslar teoremasini bilganinglardan keyin vobshe maza qilib olasiz. Tushunarligi? Xo'p, demak shu narsa. Ya'ni mana bu 2A ga demak nima to'g'ri kelyapti shunda? 8, uni yarmi demak 4 mana. Demak 4 bo'lgandan keyin 4 ildiz osti 3 yon. Tushunarligi? Xo'p, qaranglar. Mana bu dakansa hammasi 5 edi. Mana bu joy necha qolib ketadi shunda? Pifagorni bitta qo'llab turib x topa olamizmi? X barobar ildiz osti 4 ildiz osti 3 nimasi kvadrati plus 1 ni kvadrat. Xo'p, 4 ildiz osti 3 kvadrati 12 kara ildiz osti 37. Xato qildik. 49. Iye. Beriz ishonmayman endi. Ildiz osti 49. 4 16 16 kara 3 48 1 ni qo'shdim 49. 7 chiqadimi? Mana. Keyingisi ham shunaqa. Mana balandlik tushiramiz. Balandlik tushirdik. Savol, 45 bo'lsa, endi 45 qoidasi sal boshqacharoq-da. Ikkita burchak 45 bo'lib qoladimi? Bittasi 90 bo'lgandan keyin. Bu degani o'sha tomonlari bir-biriga teng degani. Misol, A bo'lsa, bu yoq A ildiz osti 2 bo'lar edi. To'g'rimi? Qaranglar, e'tibor beringlar. 6 ildiz osti 2 ekan. Mana bu yer 45 bo'ladimi? To'g'rimi? 45 bo'lsa, nima bo'lganda 6 ildiz osti 2 bo'ladi. Demak, mana bu yer 6, bu yer ham 6. Xo'p, keyingisi Pifagor so'zlari qaranglar. 6 10, bu yoq necha bo'lish kerak? 8. X nima degani? Shu ikkitasini yig'indisi deganimi? Tushunarlimi? Kimda savol bor? Savol yo'q-a? Keyingiga o'tamiz. Mana bu yer 8 mi? Qarab o'yla kitobda mana bu yer 8 mi? Qaranglar, 8 bo'lsa yaxshi. Qaysi burchakdan tushiraylik balandlik? Mana bundan tushiraymi? Xohlasanglar bundoq qilsanglar ham bo'ladi. Bitta tashqaridan ham urinib ko'ramiz. Bo'ladimi? 90 bo'lsa, mana bu burchakning hammasi nima bo'ladi, aytinglarchi? 30 malades, yaxshi. Endi qara, 30 bo'lsa, ichiga tushirar ekanmiz shekilli. To'g'ri aytgan. Xo'p, mayli. 30 bo'lsa, xo'p. Endi yana bitta narsa. 30 bo'lsa, mana bu tomonni hammasi nechiga teng bo'ladi? 4 ga teng bo'ladimi? 4 ha? 8 2 bo'lyapti. Mana 30 ni qarshisidagi tomoni, mana to'xtab turinglar. Boshqaraymi? Sal ko'rinmayapti. Mana qarang.
8'i qarshidagi tomon mana bu. 30'i qarshidagi tomon shumi? 30'i qarshidagi tomon, 30'i qarshidagi tomon gipotenuzani yarmiga teng. Bu 4 ga teng. Endi qarab tur. Bu yoq 4 bo'lsa, bu 60 qarshidagi tomon bo'ladimi? Bu yoq nima bo'ladi shunda? 4 ildizosti birdaniga chiqar ekanda bunda. İchiga tushursang, bitta tushirasan, bu tomonni topasan, keyin yana bir marta Pifagorni qo'llashga o'tib ketasan. Uzoqlashib ketadi. Tushunarli bo'ldimi? Yo, x qayerda o'zi? To'xta, biz balandlik topdik. X mana bu yerda. Voy, yomonlashtirdik. Qaranglar. X mana bu yerda. Yana sen aytdorsan-a? Xo'p, qaranglar. Mana bu yer x emas. Bu x emas. Men x adashtiryapman. Balandlik bu. Ya'ni 4 ildiz 3. Hammasi joyida. Prosta noto'g'ri belgilab qo'yibman. Qaranglar. Hammasi to'g'ri bo'lsa, mana bu yergacha 3 ishlatgan bo'lsak, mana bu yerga necha qolib ketadi? Mana bu yer x deydigan bo'lsa, x ni topish uchun, demak ildiz osti nima qilamiz? Ildiz osti. Da, 4 ildiz 3 kvadratidan nimani ayiramiz? Qo'shamizmi? Qo'shar ekanmiz 1 kvadratini, ha? 37 da, yaxshi. 49 bo'ladi. 49 bo'lsa 7 chiqadi. Savollar bormi? Tushunarli? Keyingisiga o'tamiz, qaranglar. Keyingisi. Xo'p, bundan ham balandlik tushirib olib ishlasak bo'laveradi. Xo'p, qaysi tomonga tushiraylik balandlik? Balandlikka tushirsak bo'ladimi? Bunday qilib. Ha, balandlik tushirdik-a? 90 bo'lsa, 90 bo'lsa, yaxshi. 45 bo'lsa, mana bu yer ham 45 bo'ladimi? Mana bu yer topish kerak emas. Mayli, 60, mayli, yozib qo'yamiz. Endi qaranglar. 30 ni qarshida mana bu tomon turibdi. Bu gipotenuzani yarmiga teng bo'ladimi? Demak, mana bu nechi? 6. Mana bu yer ham 6 ligiga rozimisizlar? Bu yercha 6 ildiz 3 bo'ladi. Chunki 60 qarshisi. Endi ikkovining yig'indisini mana beradi, x beradi. X barobar, demak 6 ildiz 3 plus 6 ekan. Qarang. Mana bu uchburchakka qarang. Xo'p. Mana bu 6 ligiga tushundingizmi? 30 qarshisi. Bu a bo'lsa, mana bu a ildiz 3 bo'larmidi? Chunki 60 qarshisi-ku bu. Qarang. Qarang. Bo'lmasam ketdi edi, nimadir? Qarang. 30 a mana bu yer. 30. Mana bu 2 a, ya. Mana bu a, ya. Mana bu nima bo'ladi? Xo'sh, nima bo'ladi bu yer? Pifagor qo'lga olsak ham bo'ladi, jigar. 2a ni kvadrati minus nima bo'ladi? A ni kvadratimi? Ildiz olamiz. Yaxshi. Bu ildiz 3 a ning kvadrati bo'ladimi? A kvadratdan a chiqadimi? A ildiz 3 ekanda bu yer. Tushunarli bo'ldimi? Demak, 60 qarshisi eslab qolaylik. 60 bo'lsa 60 qarshisi, a bo'lsa a ildiz 3 bo'ladi. Tushunarli? Shu narsani eslab qolaylik, bo'ldi, ketaveradi. Xo'p, demak, mana bu yer 6 bo'lgani uchun a bizda 6 bo'ldi hozir. Demak, bu yer nima bo'ladi? Shunda 6 ildiz 3 bo'ladi. Tushunarli? Xo'p, endi qaranglar, keyingi misolga o'tamiz. Keyingi misolda demak nima tushirib olsak bo'ladi yana? Balandlik tushirib olsak bo'ladimi? Balandlik tushirib olib ishlaymiz. Xo'p, mana bu 73 ga e'tibor beramiz, qaranglar. Mana bu yerdan tushirdim balandlikni. Tushunarli bo'ldimi? Ya'ni men bu qizil bilan chizganim balandlik. Xo'p, 30 bo'lsa, 30. Kattaroq uchburchak. Xo'p, 30 bo'lsa, mana bu yerda 45 bo'ladimi yana? Xo'p, 45 bo'lsa, 30 bo'lsa, mana bu yer ham 45 bo'lar ekan, o'rtoqlar. Qayerdan bildim? Aytinglarchi. Ikkita ichki burchak yig'indisi bu 45. Mana bu yer ham necha bo'ladi shunda? To'g'rimi? Tushundinglarmi yo'qmi? Xo'sh, endi bir narsani, demak, mana shu joyda endi sekin o'rgatamiz. Xo'p, qaranglar. Umumiy holatda mana shu joyda a desam-da, mana shu joyda a desam, 30 qarshisi. Buni x taqsim 2 desam bo'ladimi, bo'lmaydimi? Nega? Bu tomonni yarmi. Bo'ladimi? Endi qaranglar. Xo'p, x taqsim 2, mana bu yer x ildiz 3 taqsim 2 bo'ladimi shunda? To'g'rimi? Prosta ildiz qo'shib qo'yishim kerak. Endi qaranglar, bu 45 bo'lgani uchun mana bu tomoniga teng bo'ladimi, bo'lmaydimi? 45 yon tomon bir-biriga teng bo'ladi-ku, mana bu ikkitasi bir-biriga teng. To'g'rimi? Bu yer nima bo'ladi shunda? X taqsim 2 bu ham. Tushunarli? Endi ikkalasini qo'shsak nima chiqish kerak? Ikkalasini qo'shsak adashdim. To'xtanglar. Misol xato chizib qo'ymadim, bitta ko'raylik. Yo, to'g'ri ketyapsiz.
45 30 bo'lsa 75 bo'ladi. 75 bo'lsa 180 dan 75 105 bo'ladimi? 90. Tushunarli. Qaranglar, e'tibor beringlar. Mana bu joyga hisobga olamiz. Mana, oddiyroq ishlaymiz. Bu ham to'g'ri, bu ham yaxshi usul. Prosta sal uzoqroq ketib qolamiz. Tushunishga qiynalasizlar. Shuning uchun bu to'ppa-to'g'ri balandlik tushirish. E'tibor beringlar, bitta joyiga qaramabmiz o'rtoqlar. Mana bu yer 15 ligidan. Mana bu yer 15 gradusligidan. Mana buga nechi qoladi? Savol. 30 45 bo'lsa, mana bu yer nechi bo'lishi kerak? 90 bo'lishi kerak. To'g'rimi? 45 45 qilsangiz ham 90 yaxshi. 90. Xo'p, 90 bo'ldi, qaranglar. 90 bo'ldi, 45 45. Mana bu tomoniga teng bo'ladimi, bo'lmaydimi shunda? Nimaga? Malades, qaranglar. Endi teng yonli uchburchakda tushirilgan balandlik ham mediana ham bisektorsa ham nima bo'lardi? Yaxshi. Bu tomon 10 ilzosti 2 edi. 10 ilzosti 2 edi. Buni 2 bo'lsa, mana bu joy necha bo'lib qoladi? 5 ilzosti 2, 5 ilzosti 2 bo'ladimi? Tushundinglarmi yo'qmi shunga? Xo'p, endi 5 ilzosti 2 bo'lsa, mana bu yer ham 5 ilzosti 2 bo'ladi. Medianada chunki bu. O'zi ham shunga teng bo'ladi. Xo'p, endi qaranglar. 30 ni qarshisidagi tomon gipotenuzaning yarmi bo'lishi kerak. Bu yarmi bu. Demak, bu yer nima bo'layapti shunda? 10 ilzosti 2 bo'lsa, shunda buni yarmi bu chiqadi. Bu osonroq yo'lda, tushunyapsizlar? Boyaganda ham chiqaradi, bitta Pifagor qilsak chiqaradi, prosta sal uzayib ketmasin deb. Xo'p. Kengisida ham demak balandlik tushiramiz. Qaranglar, balandlik tushirsak. Balandlik tushirdik. 30 ni qarshisidagi tomon gipotenuzaning yarmi, ya'ni gipotenuzaning yarmi, mana bundan yarmi necha bo'ladi? 5 mana bu yer. Tushunarlimi? Mana bu yer necha bo'ladi shunda? 5 ilzosti 3. Bu dakansa hammasi mana bunga teng. Demak, 5 ilzosti 3 mana bitta ishlatgan bo'lsa, bu yoqqa necha bo'lib qolish kerak? Endi qaranglar, Pifagor 12 5 necha bo'lish kerak bu yoq? Tushunarlimi? Savollar bormi? Keyingi ham shunaqa qaranglar, 30 dan tushiramiz. E'tibor beramiz o'rtoqlar. Mana bu yer necha bo'ladi? 15 mana bu yerchi? Bu yerga necha qoladi? 15 8 x necha bo'ladi shunda? Hop. 17. 289 bo'ladi. Keyingisidan demak balandlik tushirib olsak bo'ladi. Tashqi tomonga tushiramiz. Hop. Mana bu yer 45 bo'ladimi talishi? 45 45. Hop, mana bu ikkitasi teng bir-biriga, yaxshi. Hop, nima kelib chiqadi qaranglar. 45 45 ligidan 8 ilzosti 2 bo'lsa, demak mana bu tomon 8, mana bu tomon ham 8 bo'lish kerak. 8 8 bo'lish kerak. O'shanda 8 ilzosti 2 bo'ladi. Nimaga desanglar 45 45 da chunki. Tushunarlimi? Hop, endi 8 bu darsh hamma tomoni 8 bo'lsa, mana bu yerga necha qoladi shunda? 6 mi? Bitta Pifagor qilamiz x bilan mana bu uchburchakka. X necha bo'ladi? 8 6 bo'lsa. Savollar bormi? Keyingisida ham balandlik tushiramiz. Tashqi tomonga tushirganimiz ma'qul. Xo'p, tashqi tomonga tushirsak mana bunga tushadi. Xo'p. 120 o'rtoqlar. Mana shuni o'chirishga to'g'ri keladi hozir. Hozir bundayroq qilib chizsak ko'rinmaydi bo'lmasa. Chizmada. Bundaroq qilib chizamiz. Mana bu joy 120 edi. Xo'p, balandlik tushirdik mana. Xo'p, mana bu yer necha bo'lib qoladi? 60. Xo'sh. Endi mana bu yer necha bo'ladi? Mana bu x midi? Yo, necha edi bu? Mana bu necha edi? Bormidi? Yo'qmi? Mana bu yer 4 mikan? Mana buni uzunligi 4. 4 bo'lsa qaranglar. Buni qarshisidagisi buni yarmi bo'lish kerak. Bu yer necha bo'ladi shunda? 2 2 2. To'g'ri. 2 dakansa 4 demoqchi edim. Uzr, kechirasizlar, adashib ketdim. 4 mana bu yer necha bo'ladi? 2 ilzosti 2 bo'ladi. 2 ilzosti 3. To'g'rimi? A bo'lsa a ilzosti 3 bo'lardi-yu. Bo'lgan narsa, to'g'rimi? O'shaning uchun. Xo'p, demak, endi Pifagor qilamiz. 4 bilan mana uni Pifagor qilsa x chiqadi. X barobar demak 16 4 kvadrati plus buni kvadrati necha bo'ladi? 12 mi? Ilzosti 20 8 4 kare 7 degani 2 ilzosti 7 degan. Tushunarlimi? Keyingisi mana bu, qaranglar, e'tibor beringlar. 78 a? Ha, mana bu yerdan tushiramiz. Xo'p, mana bu yerga balandlik tushirdik. Mana bu balandlik. Xo'p, mana qizilni chizib qo'yamiz. Xo'p, mana bu necha bo'ladi mana bu yer? 60 gradus. 60 bo'lsa bu yoqqa necha qoladi? 30 a. 30 ni qarshisidagi tomon mana buni yarmi bo'lish kerak. Demak, mana bu yer 3. Malades. Xo'p, qaranglar. Mana bu yer necha bo'ladi shunda? 3 ilzosti. Endi yozamiz, qaranglar, quyidagicha.
Bu tomonning hammasi x plus 3 ga teng. Ya'ni yozamiz. X plus 3 ta kvadrati plus 3 ildizosti 3 ta nimasi? Kvadrati teng bo'ladi 2 ildizosti 19 da nimasiga? Kvadrati mana. Tushundinglarmi yo'qmi? Xo'p, x plus 3 ta kvadrati plus mana necha bo'ladi? 27 bo'ladimi? 3 kvadrat 9, 3 ga ko'paytirdim. Buniki 38 bo'lar ekan-a? 4 kere 19 ku. 4 kere 19 96. 76 emas. Xo'sh, ikkitasi 38, 76 bo'lar ekan. To'g'ri yozibman. Xo'p, mana buni bu yoqqa o'tkazib ayirib yuborsak, x plus 3 ta kvadrati teng bo'ladi nechaga? 49 ga. Demak, x plus 3 nechaga teng bo'lishi mumkin? Plus minus 7 o'zasi matematikada, lekin biz hozir bu yerda faqat plyusli bilan ishlaymiz. Masofa minus bo'lmaydi. Demak, mana bu yer to'g'ri ekan. Keyingisida ham, demak, mana bu yerdan balandlik tushirib oladigan bo'lsak, mana bunday qilib, mana balandlik. Xo'p, 45 bo'ladimi mana bu yer? 45. Mana bu yer ham necha bo'ladi? 45. 45 bo'lsa, mana bu turgan gipotenuzasi 5 ildizosti 2 bo'lyapti o'rtoqlar. A bo'lsa A ildizosti 2 bo'ladi. Demak, mana bu yer 5 dan bo'lgan. Tushunarli bo'ldi? Buni ham yana bir marta mana shunga qo'shib qo'llaymiz. Endi qaranglar. 5 bo'lsa, 13 bo'lsa, o'zi mana bu dakansa bu tomon necha bo'lishi kerak edi? 13. Demak, mana bu necha bo'lishi kerak? Keyingisiga o'tamiz. Mana bu yer 5 bo'lsa, bundan ham o'sha tushirib olamiz, to'g'rimi? 30, 60. 30'ning qarshisi buni yarmi. 5 taqsim 2, 5 ildizosti 3 taqsim 2, to'g'rimi? Mana shu songa ildizosti 3 ko'paytirib qo'ysanglar bo'ldi. 30'ning qarshisini topib olib, ildizosti 3 ko'paytirib qo'ysanglar bo'ldi. Xo'p, endi x bo'yicha yana bir marta o'sha Pifagorni qo'llab olsak ham bo'laveradi. Xo'p, demak, 5 ildizosti 3 taqsim 2 ning kvadrati, to'g'rimi? Plus keyinchi mana bu общий tomon necha bo'ladi bir-biriga qo'shsak? 17. 17 taqsim 2 ildizost mana 5 taqsim 2 plus 6 taqsim 1. 2 berdim. 12, 17. Tushundingmi? X kvadrati. Tushunarli bo'ldi? Xo'p, mana shuni hisoblaymiz. Xo'p, buni kvadrati 25 3 ga ko'paytirsak 75 taqsim 4 mi? Buniki 289 taqsim 4. Xo'p, x kvadrat. Xo'p, nimani kvadratiga to'g'ri kelar ekan? 300 6 bilan 364. 18 kvadrat. 18 kvadrat. Ya x kvadrat. Qo'shdik oxiri 4. Esidagi ishonmayman. 8 6 3 to'g'rimi? Taqsim 4. 4 ga bo'lib yuborsak 91. X barobar ildizosti 91. Ko'rdingmi? O'zim to'g'ri ishlar ekanman. Xo'p, ishonmasangiz nima kutib turdingiz? Ishlashdan qo'ydim. Xo'p, mana bu yerdan. Mana bu yer 30, bu yer 60. Ha? 30 ga qarshisi buni yarim bo'ladi? Dakansa necha bo'ladi? Demak, 4 ildizosti 3 ta kvadrat plus 3 ta kvadratimi? Xo'p, 4 kere 16 kere 3 48. 48 ga 9 qo'shamiz. 48 ga 49. 57 x kvadrati. X barobar ildizosti 57. Bormi javob? Xo'p, keyingisi. Men gapirmaysan? 4 ildizosti 3 ta bu yoqqa yozib qo'ysam bo'ladi? İçiga endi yozib turamiz. O'zi mumkin emas, ichiga yoz. Hop. Mana bu yer 60 bo'lgani uchun bu yoq 30 bo'ladi. 30 ga qarshisi buni yarim bo'ladi. 2 ildizosti 3 yaxshi. Xo'p, bu tomon 2 bo'ladimi shunda? Yo'q, 2 ildizosti. Qarang, 30 ga qarshisi nima bo'lsa, shunga ildizosti 3 ko'paytiramizmi? E'tibor beringlar. Yo'q, qaranglar. Mana e'tibor beringlar, qani shu yerda ham ishlaylik. 30 ga qarshisida nima bo'lsa, shunga ildizosti 3 ko'paytirdiga e'tibor beramiz. To'g'rimi? Demak, mana unga nimani ko'paytiraman shunda? 2 ildizosti 3 ko'paytirilgan ildizosti 3 bo'ladimi? Ikkitasi 3 bo'lgani hisobiga bu yer necha bo'lib qoladi? Demak, yozamiz. 12 ning kvadrati barobar 6 ning kvadrati plus x plus 2 ildizosti 3 ta nimasi bo'ladi? Kvadrat.
Tushunarli bo'ldimi? Xo'p, 144, 144. Aha. Bunday qilsak-chi, minus qilib o'tkazdik-da o'rtoqlar. Bitta ayirdik, bitta qo'shdik. Bitta ayirsak 6, qo'shib yuborsak necha bo'ladi? 18. Barobar x plus 2 ildiz osti 3 kvadrati mana. Xo'p, bu degani o'rtoqlar 3 ildiz osti 6 degani ildiz olsa ikkala tomondan, ikkala tomondan ildiz oldim. Tushunarligi? Bu yoqqa x plus nima bo'ladi shunda? 2 ildiz osti 3 bo'ladi. 6 ildiz osti 3 demoqchi edim. Nimaga unaqa bo'ldi? Ildiz olsam. Ildiz osti 6 kare 18 dan necha chiqadi? Ildiz osti 6 kare 6 kare 3 desak bo'ladimi? Ikkitasidan necha chiqadi shunda? 6 ildizda 3 qolib ketadi. O'shaning uchun. Tushunarli bo'ldimi? Xo'p, demak, mana uni bu yoqqa minus qilib o'tkazib yuboradigan bo'lsak, qaranglar, 6 tadan 2 tani ayirib yuborsak, keyingisi. Bu ham shunaqa. Xo'p, necha bo'ladi? 60 bo'ladimi? 30. Qarshisi 3. 3 ildiz osti 3 mi? Xo'p, endi bu ham shunaqa-da, ya'ni ana o'zinglar. 3 ildiz osti 3 ni kvadratiga qo'shamiz. 3 plus x ni kvadratini, to'g'rimi? Ildiz osti necha bo'ladi? 127 ni kvadrat. Bu ketadi. Mana bu 27 plus 3 plus x ning kvadrati 127 bo'ladi, to'g'rimi? Bu yoqqa o'tkazib ayirib yuborsak, 3 plus x ni kvadrati 100 bo'ladi. X plus 3 teng 100, 10 bo'ladi. To'g'rimi? X teng. Savollar bormi? Xo'p, keyingisiga o'tamiz. Mana bu endi 120 ga o'xshamabdi. Xo'p. Bunday qilamiz, qaranglar. Odatda o'tmas burchakda berilgan burchakka tegmaganinglar ma'qul. Kelishdiki, bu yoqdan tushiramiz. Bo'ladimi shunday qilsak? Xo'p, 60 bo'lsa, mana bu yer. Bu yer necha bo'ladi? 30. Qaranglar, 30. Qarshisidagi tomon buni yarmi. Demak, 2 ildiz osti 3 mi? Bo'ldi, tugadi misol. Nimaga? Bu tomon darshi necha? 5 kvadrati, chunki 90 ga taralib turibdi-da. 5 kvadrati 2 ildiz osti 3 kvadrati x kvadratini beradi. 5 kvadrati plus 2 ildiz osti 3 da nimasi? Kvadrati. Teng nechini kvadrati bo'ladi? X kvadratimi? 25 plus 12. 12. Ildiz osti 37 mi? Tushunarli bo'ldimi? Savollar bormi? Savol bo'lsa rasmga olasiz. Hop, endi keyingi misollar 85, ha? Demak, balandlik tushirib olishimiz kerak. Qaranglar, berilgan burchagi bor tomonga tushirishimiz kerak emas ekan, demak. Qaysi tomonga tushiraylik? Mana bundan tushiraymi? Yo'q. Qaysidan tushiramiz? Mana bundan tushirsak, mana shundan tushiraymi? Mana bundan tushirdim, bu yoq davom etib keladi, mana bunday bo'ladi. To'g'rimi? Hop, endi qaranglar. Mana bu necha gradus bo'ladi? 30. Endi chizmada o'xshamadi 30ligi, no 30. Mana bu yer necha bo'ladi? 60. Qaranglar. 30 ni qarshisi buni yarmi bo'lish kerak. 6 ni yarmi necha bo'ladi? 3 bo'ladimi? Bu yoq demak 3 ildiz osti 3. Dakansa necha bo'ladi? Buni kvadratiga buni kvadratini qo'shsak, buni kvadratini berish kerak. X barobar shunda demak, ildiz osti 49 kare 3 bo'ladimi? Plus 3 kare 3. Ikkovidan 3 chiqarib yuborsam bo'ladimi? Ildiz osti 3 ko'paytirilgan, ikkitasini bir-biriga qo'shishga to'g'ri keladi. 3 olib chiqsa 52 mi? 52 3 ga bo'linadimi? 3 ga bo'linadimi? 4 ga bo'linadi. Yo 4 kare 13 degani. 4 dan ildiz chiqadi. 13 dan chiqmaydi. 13 3 ga ko'paytirib qo'yish kerak. 2 ildiz osti 39 bo'lar ekan. Shunaqa javob bormi? Keyingisi, demak, mana buni davom ettirib bu yoqqa tushiramiz. Mana bunday tushiramiz. Endi balandlik deb faraz qilasizlar shuni. Xo'p. Demak, mana bu yer necha bo'ladi? 45, mana bu ham 45 bo'ladimi? Bu ikkitasi 45 degani, mana bu ikkitasi bir-biriga teng degani. Xo'p, 5 bo'lyapti. Mana bu ikkitasi nima bo'ladi? 5 bo'lsa, bu yog'i nima bo'ladi, ha? Shu haqida gaplashamiz. Agar oddiy son bo'lsa, ildiz osti 2 ga bo'lib qo'yasizlar. Yoki 2 ga bo'lib ildiz osti 2 ga ko'paytirasizlar. Ya'ni ikkita qoida. Agar mana 5 ildiz osti 2 bo'lsa 5 bo'ladi, aniq, to'g'rimi? Agar mana bunda 5 ildiz osti 2 bo'lganda bu yoq 5 bo'lar, to'g'rimi? No, agar 5 bo'lmasa, 5 bo'pti, 5 bo'lmasa, mana yaxshi bo'pti. 5 ni 2 ga bo'lib turib ildiz ostiga ko'paytirasizlar. Yoki ildiz ostiga bo'lib qo'yasizlar. Tushunarli bo'ldimi? Demak, 5
ildizosi 2 taqsim 2 mana. Tushunarli bo'ldimi? 2 ga bo'lganim, ildizosi ko'paytirganim. Hop, bu yer ham shunaqa bo'ladi. 5 ildizosi 2 taqsim 2 mana. Dakansa, mana shu tomon necha bo'ladi? Bunga mahraj berib 1 deb olsam, bu yoqqa 2 ni berishimga to'g'ri keladi, qo'shsam. 6 11 bo'ladimi? 11 ildizosi 2 taqsim 2. Bu yoq shuni kvadrati plus keyin mana buni kvadrati. 5 ildizosi 2 taqsim 2 ning kvadrati mana. To'g'rimi? Xo'p, bu yoq necha bo'lib ketadi shunda? 121 ni 2 ga ko'paytirish kerak-a? Past hammasiniki 4. 242, to'g'rimi? Mana bu. 25 kere 2 50. Ildizdan chiqadigan son bo'ladimi? To'xtanglar, xato qildim-a? 121 da 292 taqsim 4. 4 ga bo'lib olsak, necha bo'ladi? 73 mi? 73 x demak, nimaga teng bo'ladi? Ildizosi 73 ga. Savollar bormi? Mana bu ham shunaqa. Mana buni bu yoqdan bunday qilib turib, tortib bu yoqqa o'tkazib yuboradigan bo'lsak, короче, o'tdi. Rasmiy ol. Rasm. Aha. Bu yer 60. Bu yer necha? Mana bu tekisda, endi tekis o'tganda faraz qilasizlar. Xo'p. 30 ni qarshi tomon, mana bu tomon bo'lgani uchun 2 ildizosi, yo'q, 2 ga bo'lasizlar buni. 2 yarmi. 3 ildizosi 3. To'g'rimi? 2 ildizosi dedingiz. Xo'p, chiqqan tomonini 30 qarshi tomonini ildizosi ko'paytiramiz. Ya'ni 3 ildizosi 3 ni nimaga ko'paytiramiz? Ildizosi 3 ga. Bu 9 bo'ladi. Mana bu tomon 9, tushunarligi. Bu tomon dakansa necha bo'ladi? 6 ildizosi 3 bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? Bu ikkitasining kvadratlari yig'insi buni beradi. Ya'ni ildizosi buni kvadrati 36 kere 3, buniki 81 bo'ladimi? 9 kvadrat. 9 kere 9 qilsak bo'ladi. Xo'p. Necha bo'ladi bunda? Ikkovidan 9 olib chiqsak bo'ladimi? 9 emas, ikkalasidan 18 olib chiqsak bo'ladi. Bo'pti, bo'lmasa ekan. 27 ni olib chiqsak. Bo'pti. Xo'p, 9 olib chiqib ketdik. 9 4 qoladimi? 4 kere 9 deganiki mana bu. 4 kere 3 12 plus 9. 21 bo'lib qolar ekan. Demak 3 chiqadi, 3 ildizosi 21 ekan. Bormi shunaqa javob? Bo'ldi, keyingisi. Mana bunday ham demak, bu yoqdan davom ettiraylik, bu yoqdan davom ettirib, bu yoqqa tushiramiz balandlik. Hazillashdim. Короче, bu tomon ham bu yoqqa tushirar ekanmiz. G'alati chizib qo'yibman-da o'zim. Xo'p, mana balandlik tushirdik. 45 mi? Bu ikkitasi bir-biriga teng degani. 12 ildizosi 2 bo'lsa 12 12 dan bo'ladi deganim. Bu yoq 16, bu yoq 12. 16 12 necha bo'lardi? 256 ga 144. 16 kvadrat 256. Keyingisi. Mana bu yer 30 bo'ladimi? Qarshisidagi buni yarim bo'lish kerak-a? 3 ildizosi 3 da 2 bo'lamanmi? Shunga 60 qarshisini topmoqchi bo'lsam, ildizosi ko'paytirib qo'yaman. Ildizosi ko'paytirsam, 3 ildizosi 3 ko'paytirilgan ildizosi 3 taqsim 2. Bu degani 9 taqsim 2 deganimi? Xo'p, bu tomon dakansa, bu tomon necha bo'ladi? Bu yoq hammasi. Bu ikkitasini bir-biriga qo'shish kerak. 13 taqsim 2 ning kvadrati qo'shamiz. Bu tomonni kvadrati mana bu bo'ladi. 3 ildizosi 3 da taqsim 2 ning kvadrati teng x kvadrati bo'ladi. Xo'p, bu degani 169 taqsim 4. Bu degani 27 taqsim 4 barobar x kvadrat. Qo'shib yuboradigan bo'lsak, 6 bilan tugarkan 196 mi? 196 taqsim 4 bo'lib olsak necha bo'ladi? Xo'p. 4 9 to'g'rimi? X kvadrat. X shunda necha chiqadi? Keyingisi mana bundan tushiramiz o'rtoqlar. Balandlik 45. Mana ham 45. 2 ildizosi 2 bo'lsa 2 2 dan bo'ladimi? Xo'sh, qaranglar. 30 ni qarshisi. X yarim 30 ni qarshisi bo'lishi kerak. X demak 4 lik kelib chiqadi. 4 bo'lmasa 2 chiqmaydi-da bu chunki. Tushunarlimi? Xo'p. Yaxshi so'ragan. Ketishmoqchi.
Yaramaslar. Hop. 45. Yazaymi? 45. X ekan. Qaranglar, x tomonga tushirmayman. Bu tomonga tushirsa ham chiqadi, hozir x noma'lum ko'payib ketadi. Bu yoqqa tushiraman. Noma'lum ko'payib ketadi-da. 45 yozamiz. X plus 4 kvadrati plus 4 kvadrati teng 8 kvadrat. Buni bu yoqqa minus qilib o'tkazganimizda bir marta ayirib bir marta qo'shamiz. 4 12 mi? Ildiz olsa x plus 4 ikkita 4dan 4 chiqadi, ildiz osti 3dan ildiz osti 3 yozib qo'yamiz. Ayirma qilib o'tkazib yuboramiz. X barobar yozinglar. 4 ildiz osti 3 minus 4. Bormi shunaqa javob? Bo'ldi. Tushunarlimi? Demak, qaranglar. Balandlik tushirayotganda noma'lum tomonga tushirib qo'ymanglar. Qiyin bo'lib ketar ekan. Tushunarlimi? Shu son bor tomonga. Demak, bunda qaysi tomonga tushirganim ma'qul? Nima deb o'ylaysiz? Bu yoqdan? Hop, 12 bo'lsa, demak 12 12dan. Nimagaligini tushundinglar? 45 da chunki ikkalasi ham. Hop, 12 bo'lsa, demak yozamiz endi bunda ham. X plus 12 ning kvadrati. Uzr, qo'shish kerak. 12 ning kvadrati barobar 20 ning kvadrati. Bu yoqqa o'tkazib ayirib yuboradigan bo'lsa, bir marta ayiramiz, bir marta qo'shamiz. Yozsak bo'ladi 8 kara 8. 4 qilib yozsak bo'ladimi 32 ni? Ikkitasidan 8 2. Bundan 8 chiqadi, bundan 2 chiqadi. 2 kara 8 Savollar bormi? Yaxshi. Endi yangi mavzu. Yangi mavzu bo'ladi. O'rtoqlar qaranglar. Bu mavzu sal boshqacharoq bo'ladi, ya'ni davomi sal. Nimaga desanglar, balandlikni tushirib olgandan keyingi qo'llaydigan xossasi bor bunda. Hozir o'shani tushuntirib beraman. Bitta misolda yaxshilab tushuntirib beraman. Buni ham balandlik tushiramiz, sal boshqacharoq. Qaranglar. Mana bu 15 gradusda o'rtoqlar. Qaranglar, 15 gradus. Endi общий qo'llashga harakat qilamiz. 15 gradus. O'shaning uchun biz bu yerda mana bu uchidan balandlik tushiramiz. 15 dan tushirib olamiz. Tushunarlimi? 15 dan bu yoqqa tushirib olamiz. Bu yoqqa tushirsak, mana bu joy 90 bo'lgani uchun mana bu yer necha bo'ladi? 60, mana bu yer necha? 30. Qaranglar. Endi qiziq joyi. Mana bu hammasiga e'tibor beringlar. Mana bu burchak hammasiga necha bo'ladi? Mana bu joy necha bo'lishi kerak? Общий mana bu yer 90 bo'lgandan keyin. 45, malades. 45 da qaranglar, 45 da mana bu tomonda turgani 12 ildiz osti 2 bo'lyapti. Demak 12 12 dan bo'lishi kerak bu tomon. 12 12 bo'lsa 12 ildiz osti 2 bo'ladi. Katta uchburchak uchun, to'g'rimi? Xo'p, endi qaranglar. Da 30 ni qarshisi, demak mana bu 12 bu katet gipotenuza emas-ku. Katet-ku. To'g'rimi? Demak, mana bu yer necha bo'lishi kerak? 12 ildiz osti 3 bo'lishi kerak, to'g'rimi? Shunaqami? A-ku mana bu. To'xtanglar. Emas. 12 taqsim ildiz osti 3 desam bo'ladimi? Bu yoqni ildiz osti 3 ga ko'paytirib qo'yardim-ku. Demak, ildiz osti 2 bo'lib qo'ydim bu yoqni. O'sha joyiga qaytarib qo'yapman. Masalan, mana bunaqa edi, hozir tushuntirib beraman. 30 bo'ladigan bo'lsa, mana bu yer, masalan, deylik, hozir bizda 12 bo'lyapti-da, mana bu yer 12 bo'lyapti. Mana bu yer topishimiz kerak. Qaranglar. Mana bu 30 ni qarshidagi tomon A bo'lardi, to'g'rimi? Mana bu tomon nima bo'lardi? A ildiz osti 3 bo'larmidi? Men A ni topishim uchun, mana bu yerdan A ni topishim uchun bu 12 ga teng bo'ladigan bo'lsa, ildiz osti 3 ga nima qilib qo'yaman shunda? Xuddi shunday qilyapman, ildiz osti 2 ga bo'lib qo'yapman. Tushunarlimi? Xo'p, endi ildiz osti 2 ga bo'lib qo'ydim. Endi nima qilamiz? Mana bu yer nima bo'ladi? Xo'p, shuni 2 ga ko'paytirilgani bo'ladi. 30 ni qarshisi, buni mana buni yarmi bu bo'lish kerak-ku. To'g'rimi? O'shaning uchun buni 2 ga ko'paytirsam x chiqadi. X demak nimaga teng? X 24 bo'ladimi? 2 ga ko'paytirib yuborsam, ildiz osti 3 a, tepa past ildiz osti 3 ga ko'paytirib olamiz. 24 ildiz osti 3. Bormi javob? Tushunarli bo'ldimi? Demak, mana bunda qaysi burchakdan balandlik chiqarib olgan ma'qul deb o'ylaysiz? Da. Noma'lum bor emas, mana shu 15 bizga yaxshi unaqa. Mana. Tushunarli bo'ldi? Xo'p, endi qaranglar.
15 bo'lsa mana bu joy necha bo'ladi? Qarshi. Ha, tashqi burchak. Hop, endi qaranglar. Mana bu yer 6. 6 bo'lsa, buni qarshisi, demak mana bu joy 3 bo'lsa, mana bu joy 3 ildiz ostida nima bo'ladi? Tushundingiz-a? Yaxshi. Endi qaranglar. Katta 3 burchakka e'tibor beringlar. Mana bu 45 bo'lsa, bu ham 45, a? Mana bu tomoni ham bu tomonga teng bo'ladimi? Bu tomoni bu tomoniga teng bo'ladimi? Mana bu ikkitasi bir-biriga teng bo'ladimi? 3 ildiz osti 3. Endi qaranglar, bu 90 bo'lgani uchun bunga Pifagorni qo'llab olsa x chiqadi. Ya'ni x barobar o'zi mana bunday qilib yozsak ham qarang. X barobar nima bo'lsa, o'shanga ildiz ostikini ko'paytirib qo'yardik. 45 bo'lsa. 90 ga ana a bo'lsa, misol a ildiz osti 2 bo'lardi, to'g'rimi? Bu ya anonida ildiz osti 3 kelyapti-da. Demak x barobar ildiz osti 3, 3 ildiz osti 3 ko'paytirilgan nima deymiz? Ildiz osti 2 desak bo'ladimi, bo'lmaydimi? Shunda 3 ildiz osti necha bo'lib qoladi? Pifagor qo'llasanglar ham shu javob chiqadi. Prosta qo'llab o'tirmayapman. Uzoq yo'ldan. Tushunarligi? Xo'p, mana bunda. Endi mana shu 4 ildiz osti 3 - 4 mana shu yozib qo'yamiz. Tursin. 4 - 4 ildiz osti 3. Ya 4 ildiz osti 3 - 4 edi. 4 ildiz osti 3 - 4. Aha. Mana bitta balandlik tushiraman. Xo'p, mana ketdik. Balandlik bo'ldi. Mana bu yerga necha qoladi? 45, mana bu joy 45 a, to'g'rimi? Mana bu yer ham 45 bo'ladimi? Tushundinglarmi yo'qmi? Xo'p, endi nima qilamiz? Qaranglar o'rtoqlar. Voy, bu tomonga bekor tushiramiz. Bu yoqqa tushirish kerak ekan. 3 burchakni ichki burchaklarni bilib olish kerak ekan. Uzr. Bu yoqqa emas. Qaranglar. 30 bo'lsa, 4 yozib qo'yaylik. Boyagina necha edi? 4 ildiz osti 3 - 4 -mada? Qaranglar. 30 bo'lsa, mana bu yer 135 bo'lsa, mana bu yerga necha qoladi shunda? 15 qoladimi? Mana bu tomondan tushirish kerak ekanda, o'rtoqlar mana. Tushunarli bo'ldimi? Mana shu tomondan tushiramiz mana. Balandlik tushirdik. Xo'p, endi balandlik tushirganimizdan keyin mana bu yerga necha qoladi? 45 qoladi. Mana bu yerga necha qoladi? Bu yerga ham 45 bo'ladi, to'g'rimi? De. Endi qaranglar, dalshi hammasi necha? 60. Xo'p, 30 ni yopishganida bu, qaranglar. 30 yopishgani, mana bu gipotenuza, mana bu. Demak, mana bu tomon x taqsim 2 bo'lish kerak. Bu yer nima bo'lish kerak? Mana bu yer ham x taqsim 2 bo'ladi. Nimaga? 45 ga 45. To'g'rimi? Mana shu tushunmay qoldingmi, Behruz? Aniqmi? Endi qara. Mana bu dakansi bu yoqqa, mana bunga bitta Pifagor qo'llasak bo'ladimi? Pifagor bitta qo'llab olamiz. Yo'q, mana bu 4 ildiz osti 3 mana bu joygacha xolos mana bu berilgani. Tushunarligi? Bu dakansi qo'llab bo'lmaydi. Xo'p, demak, shunda x kvadrati nimaga teng bo'ladi? X taqsim 2 ning kvadrati plus x taqsim 2 plus 4 ildiz osti 3 minus 4 ning kvadratiga teng bo'ladi. To'g'rimi? Mana bu x kvadrat qaranglar. Barobar x kvadrat taqsim 4 minus, endi mana buni ochib yormanglar. Maslahatim, ochmay turinglar. Ocha olamiz. Prosta tegish shart emas. Aldadim. Buni minus qilib o'tkazdim bir tomonga, tenglikni mana bu yerga qo'yib qo'ydim. To'g'rimi? Bu yoqqa 4 beramiz. 4 ildiz osti 3 dan bir kesdi. 3x kvadrat taqsim 4 bo'ladimi? Buni ildiz olsam nima bo'ladi? Ildiz osti 3 x taqsim 2 barobar nima bo'ladi? Endi mana buni tashib yuboramiz. X taqsim 2 plus 4 ildiz osti 3 shunaqami? Minus 4. Endi mana buni bu yoqqa minus qilib o'tkazamiz o'rtoqlar. Minus qilib o'tkazsak, ikkalasida ham e'tibor beringlar. X taqsim 2 bor ikkalasida ham, to'g'rimi? Shu x taqsim 2 ni olib chiqib ketamiz ikkalasidan. X taqsim 2 ni olib chiqib ketadigan bo'lsak, ildiz osti 3 minus 1 bo'ladimi? U yoqdagi ikkitasidan 4 olib chiqib ketaman. 4 olib chiqib ketsam, ildiz osti 3 minus 1. Xo'p, ketdi, mana bular qisqarib ketdi. X taqsim 2 4 ga teng. 2 ni bu yoqqa ko'paytirib yuborsam, x javobi 8 chiqadi. Tushunarli bo'ldimi? Yaxshi, keyingi savolga o'tamiz. Bunda ham demak, balandlik tushirib olsak yaxshi bo'lardi. Balandlikni mana bungacha tushirsak bo'ladi, mana bundan tushirsak bo'ladi. Chunki berilmagan burchak, mana shu. Xo'p. Mana bu yer 45 ligida, mana bu yer ham 45 bo'ladimi? Xo'p, endi qaranglar. Bu tomonni, 60 to'g'ri, 60. Mayli, yozib qo'ying. 60, xo'p, qaranglar. Mana buni ildiz osti 2 ga bo'lib qo'yaman, chunki katetlar haqida gapiryapman-da.
Xo'p, ildiz 2 ga bo'lib qo'yaman yoki 2 ga bo'lib ildiz 2 ga ko'paytiraman. Menga 2 ga bo'lib ildiz 2 ga ko'paytirish qulayroq. 5 ildiz 2, demak mana bu yer ham 5 ildiz 2, to'g'rimi? Endi qaranglar, 30 ga qarshisi, buni yarmi bo'lyapti. Demak, mana buni yarmi bo'lyapti o'zi asli. Demak, 10 ildiz 2 bo'lgan bo'ladimi bu yoq? Xo'p, mana bu yer nima bo'ladi? Mana buni ildiz 2 ga ko'paytirib qo'yadi. Ildiz 3 ga ko'paytirib qo'yadi. 5 ildiz nima bo'ladi? 6. Tushunarligi? Ildiz 3 ga ko'paytirib qo'yadi. Xo'p. Murojon, tushundingizmi? 6 bo'lganiga tushunmadingiz-a? Mana menga tushundingiz-a, nimaga 2 bo'lgan? Xo'p, qarang. Mana bu A o'rnida kelyaptimi? 30 ga qarshisi A edi, to'g'rimi? A ni ildiz 3 ga ko'paytirish kerak. Buni ildiz 3 ga ko'paytirish degani faqat ildiz ichidagi sonlarni ko'paytirib olish. Tushunarli? X shunda nima bo'ladi desa, x shunda demak 5 ildiz 6 plus 5 ildiz 2 bo'lar ekan. Tushunarli bo'ldimi? Javob shunaqa. Hop, keyingisiga o'tamiz. Javoblar rosa tushmar ekan. Keyingisi 97. Mana bu. Demak, mana bu burchakdan balandlik tushiramiz, o'rtoqlar. Mana balandlik tushirdik. Hop, ketdik. Hop, mana bu yer necha bo'ladi? 45 bo'lsa, mana bu yer ham necha bo'ladi? 2 ga bo'lib ildiz 2 ga ko'paytiraman, a? 3 ildiz 2, bu yog'i ham nima bo'ladi shunda? 3 ildiz 2. Tushundinglarmi? Shu joygacha tushunarli bo'ldimi? Xo'p, endi qaranglar. Juda ham zo'r narsani tushuntiraman. Y ham o'rtada chiziq yo'q deb faraz qilsanglar ham bo'laveradi. O'rtada chiziq yo'q deb faraz qilamiz. Endi yo'q qilib olaylik shuni. Mana bu yer 60. Qaranglar. Yo'q, mana 30 ga qarshisi, 30 ga qarshisi. Buni yarim bo'lish kerakmi? Demak, mana buni 2 ga ko'paytirsam y chiqar ekanda. Y 6 ildiz 2 ekan. Tushunarli bo'ldimi? Savollar bormi? Xo'p, endi qaranglar. 6 ildiz 2 bo'lsa, mana buni qaytarib aytaman. Mana buni ildiz 3 ga ko'paytirsam, mana bu tomon dakansa hammasini beradi. Bu yer mana bu yergacha x, bundan buyoq 3 ildiz 2. Ya'ni x plus 3 ildiz 2 teng mana buni ildiz 3 ga ko'paytirib olaman. 3 ildiz 2 nima bo'lib qoladi? 6 mana des. Buni minus qilib o'tkazib yuboraman bu yoqqa. X barobar, demak 3 ildiz 6 minus 3 ildiz 2, to'g'rimi? Endi ikkalasini bir-biriga qo'shishni so'ragan. Bunga buni qo'shishni so'ragan, adashmasam. Shunaqami? Ikkalasini bir-biriga qo'shib olsak, qaranglar. 3 ildiz 6 minus 3 ildiz 2 plus 6 ildiz 2 qo'shdim mana. Xo'p, mana bu ikkitasi nima bo'ladi? 3 ildiz 2 bo'lib qoladi, minus 3 da plus 6 da-ku. 3 ildiz 6 plus 3 ildiz 2 nima bo'lib qoladi? 2 bo'ladi. Javob shunaqa. Keyingisiga o'tamiz. 98. 98 da demak. Qaranglar, 30 135 bo'lsa, mana bu joy 15 bo'ladimi? Mana bu yerdan tushirar ekanman demak, a? Mana bu yer necha bo'ladi? 45 bo'ladimi? Mana bu yer ham 45. Xo'p, 45 bo'lsa, endi bu tomon ikkitasi teng bir-biriga. Xo'p, yaxshi. Bundan nima kelib chiqadi? Qaranglar. 30 ni qarshisidagi tomon mana buni yarmiga teng, ya'ni 6 bo'ladimi? 6 bo'lsa x nima bo'ladi shunda? X 6 ildiz 2 bo'ladi. 45 bo'lgani uchun. Tushunarligi? Pifagor qo'llasanglar ham shunaqa bo'ladi. Xo'p, endi mana bu. Xo'p, 15liklarini qanday qilib yechamiz? Qaranglar. Bu misolni yechishda bitta zo'r yo'lni o'rgataman. Ha, bundan buyog'i sal boshqacharoq bo'ladi yechishlar usullari. Xo'p. Endi balandlik tushirmaymiz. Biz bitta chiziq tushirib olamiz. Chunki to'g'ri burchakli uchburchak o'zi tayyor qilib qo'ygan. Nima qilamiz? Qaranglar. Mana bu yerdan bundoq qilib bitta chiziq tushiramiz. Shu chizig'imiz shunaqangi bo'lishi kerakki, qaranglar o'rtoqlar. Mana bu yerdagi ajratgan burchak ikkalasi bir-biriga teng bo'lishi kerak. Tushunarli bo'ldimi? Xo'p, 15 bo'lsa, mana bu joy necha bo'ladi shunda? 30. Endi qaranglar, shoshmanglar. Mana shu yerda sal shoshilmaymiz endi. Xo'p, qaranglar. Mana bu tomoniga teng. Mana bu uchburchak uchun. Chunki asosdagi burchaklar teng-da. Tushunarli bo'ldimi? Xo'p, endi qaranglar. 30 ni qarshisidagi tomon mana buni yarmi bo'lish kerakmidi? Demak, mana bu nechi? 10, mana bu yer ham nechi bo'ladi shunda? 10. Mana bu yer nechi bo'ladi? A bizda 5 ga teng. 5 ildiz 2. Demak, x ni topishim uchun ikkalasini bir-biriga qo'shaman. X barobar, demak 10 plus 5 ildiz 2. Savollar bormi? Demak, keyingisi. Mana bu yer necha ekan? Menimcha 100 ishli. Ha, bo'pti. Qaranglar, 22,5 ekan, bitta tushiraman. Mana bu yer burchak nechiga moslab qo'yay? 22,5 ga. Mana bunga moslash kerak. Tushunarligi 22,5 yoki 15 beradi har doim.
Xo'p, mana bu yer necha bo'ladi shunda? 45 bo'ladimi? 45 bo'ladi degani nima degani o'rtoqlar? Mana bu yer ham 2 bo'ladi degani. To'g'rimi? 45 bo'lgandan keyin. Bu 2 2 bo'ladi. Mana bu yerchi 2 izosi 2 bo'ladimi? Bu yer ham nima bo'ladi? 2 izosi 2. Chunki bu ikkitasi bir-biriga teng. To'g'rimi? Demak, x nimaga teng bo'ladi shunda? X barobar 2 plus 2 izosi 2 mana. Tushunarli bo'ldimi? Endi shunaqa chuchmali sonlar, to'g'ri tushunaylik. Yana ham sizlar trigonometrik soddalashtirishdan ishlamayapsizlar. Yarim burchak topmayapsizlar o'rtoqlar. Yarim burchak topganlar masala qochadi. Sinus 15 ni hisoblab olib, mana shu usul yaxshi, ishonaveringlar. Sinuslar teoremasdan sinus 15 topib ishlasanglar, keyin buni qadriga rosa yetasizlar. Men sinus 15 topib ishlaganman-da men. Men qadriga yetaman bu usulni. O'shaning uchun mana bu ancha osonroq, ancha aqlliroq yo'l. Tushunarliki? Xo'p, demak, mana bu tomon necha ekan ekan? Qarab oringlar. Menimcha berilgan. Hech narsa yo'qmi? Yaxshi. Nima teng nimaga ekan? Uzr. BE teng ekan CE ga. Demak, mana mediana ekan. Qaranglar. Mana bu 40 15 75 bo'lsa, mana bu yerga necha qoladi aytinglarchi? 90 dan tushirilgan mediana teng 2 ga bo'lib, o'zlari ham o'shanga teng bo'lib qoladi. To'g'rimi? Ya'ni mana bu joy, demak 6, mana bu yer ham, demak nima bo'ladi? 6 bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? Savollar bormi? Xo'p, demak, bu endi mediana bo'lgandan keyin mana bu yer 15 bo'lsa, mana bu yer ham 15 bo'ladimi sizlarga savol? Chunki teng yonli uchburchakda bu. Mana bu yer 30. 30 bo'lsa, 30 ga qarshidagi tomon buni yarmi bo'lish kerak. Demak, bu necha teng? Bir chiziq ekan. Tushunarli bo'ldimi? Zo'r usul bilan ishlaymiz. Qaranglar. Endi xulosa qiladigan bo'lsak, qaranglar. 90 gradus общий mana общий necha turibdi? Qaraymiz. Qaraymiz o'rtoqlar. Общий 12, to'g'rimi? Endi qaranglar. Mana bunaqa narsa bor edi-da. Tushuntirib o'tib ketay shu yerda. Uchburchakni ixtiyoriy uchburchakni balandligi, bisektrisasi va medianasi bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? Kattalik jihatdan birinchi balandlik eng kichkinasi, keyin bisektrisa, keyin mediana bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? Endi mediana tushirmoqchi bo'lsam, masalan, tasavvur qiling, mediana tushirmoqchi bo'lsam, balandlikda bu yoqda bo'ladi, aniq. Kattada chunki. Katta bo'lsa bu tomonroqda bo'ladi. Tushunarligi? Xo'p, endi to'g'ri burchakli uchburchakdan tushirilgan mediana, demak, mana bu tomoni 6 6 bo'ladi-da, mana bu o'zi ham 6 ga teng bo'ladi. Endi qaranglar, endi o'ylab ko'ringlar. Sizlarga savol. 6 6 bo'lsa, mana bu joy nima bo'ladi? Alfa bo'ladimi? Alfa alfa bo'lsa, mana bu joy nima bo'ladi? Endi qarang. Qaysi burchakni qarshisidagi tomon uni gipotenuzdan yarmiga teng bo'ladi? Qaysi burchakni? Demak, 2 alfa nimaga teng? Tushunarli bo'ldimi? Oson ekan-a? Xo'p, keyingisida ham shunaqa hitrlik qilsak nima bo'ladi? Xo'p, mana bitta nima tushirib yuboramiz? Bo'lsa bo'ladi. Qiziq. Xo'p, 22,5 bo'lsa, mana bu joyda ham 22,5 bo'ladi, chunki tushgan mediana o'sha tomonni tengga bo'lib, o'zi ham shunga teng bo'ladi. Mana bu joy 45 bo'ladimi? 45 bo'lsa, mana bu joy 45 bo'lsa, mana bu yer ham necha bo'ladi? 45. Ilzos 2, ilzos 2, mana bu joy ham ilzos 2 bo'ladimi? Bu yoq necha bo'ladi? Kelishib olaylik aytaman. 2. Sal boshqa. Voy, qaranglar. Da. Qaranglar, mediana tushgan tomonini 2 ga bo'lib, o'zi ham o'shanga teng bo'ladimi? Demak, mediana 2 bo'layotgan bo'lsa, tomoni necha bo'lgan bo'ladi? 4 bo'lgan bo'ladi. Chunki 4 2 ga bo'ladi, 2 2 dan bo'ladi va o'zi ham 2 bo'ladi. Shoylik emas-ku. Mana bu tomonni qo'shib olsak necha bo'ladi? Teng hammalar, ha. Yo'q. Demak, 4 bo'ldi, mana bu tomon. 4 bo'lsa. Xo'p, endi x bo'lsa, tasavvur qilaylik. Xo'p. Yo'q, menimcha. Ha, qaranglar, mana bunday qilamiz. Xo'sh. Demak, x bo'lsa, bu yog'i 90 ming x bo'ladi. Nari yog'ichi? Ha, tushundim. Yo'q, bisektrisa emas.
Qaranglar, mana bunday qilamiz. Hamma e'tibor bersin-da. Balandlik men balandlik bu yoqqa tushyapti. Qaranglar. Kichkina tomonga tushyapti, to'g'rimi? Demak, mediani tushirsam bu yoqqa tushadimi, bu yoqqa tushadimi savol? Bu yoqqa tushadi. Nima uchun? Katta tomoniga, kattaroq tomonga tushadi u. Demak, mediani tushdi, bo'ldi, to'rida 2 dan bo'ldida, 2 dan bo'ldi. Mana bu joyim 2 bo'ladimi savol? Bu joyga 2 ni ishlatdi, mana bu hammasi 2 plus izosi tushadi. Demak, mana bu necha qolyapti shunda? To'g'rimi? Shunaqami? Xo'p, 2 bo'lsa mana bu joy nima bo'ladi? X bo'ladimi bu yerda? Bu yerchi? Xo'p, endi qaranglar. Mana buni yarmi. Mana buni yarmi necha bo'ladi? 1 izosi uchi desak bo'ladimi meni? To'g'rimi? Yarmi 1-ku. Ha, yarmini ilzochiga ko'paytirilgan versiya. Demak, mana bu 30 gradusga to'g'ri kelish kerak. Nimaga desanglar, qarshisidagini yarmi bo'lyapti. To'g'rimi? Qarshisidagi katet gipotenuzani yarmi bo'lyapti demoqchi edim, uzr. Mana qaytarib aytaman, bo'pti. Ilzos uchiligini tushundinglar? Ikkiligini tushundinglarmi? Ilzos uchilik mana bu tomonni Pifagor qilib topaylikchi, nima bo'ladi mana shu joy? 2 ni mana ilzosni 2 ni kvadrati 4 minus ilzos 3 kvadrati 3 bo'ladimi? Bundan ilzosni 1 bo'lib qolib 1 chiqadimi mana? Aytib tushunmadinglar, 1 deylik. Xo'p, endi 1 bo'lsa, shu tomon birligidan bu yoqni yarmi bo'lyaptimi? Qachon yarmi bo'ladi desa, bu necha gradus bo'lgan? 2x teng 30, x teng 15. Malades. Tushunarli bo'ldimi, Behruz? Aniqmi? Keyingi misolga shaylan, mana shu dahshati. Xo'p, demak 3 ekan. 15 bo'lsa, bu yoqqa tushadimi? Mediana tushirdim deylik. Mana bu yer 15. Bu yer necha bo'ladi shunda? 30 ni qarshisi buni yarim bo'lyapti. Значит, mana bu joy 6 mi? Bu yer ham nima bo'ladi? Dakansa necha bo'ladi? 12. Mana bu yerchi. Kerak emas. Qaranglar. Kerak emas. BD ga, mana bu BD ga DS ni qo'shganim 12 ga tegmi? Tepani o'rniga necha qo'ysak bo'ladi? Endi qaranglar. BD bilan DS. BD bilan DS ni MN kesma deb tushunsam bo'ladimi? M ni N ga ko'paytirsak, balandlik kvadrati, ya'ni 3 kvadrati bo'ladimi? Bu yerda ko'paytmas. Demak, buni o'rniga necha qo'yib kelsak bo'ladi? 3 kvadrat. Demak, yozamiz 12 taqsim 9. 3 ga qisqartirib yuborsam 4 taqsim. Tushunarli bo'ldimi? Hamma tushun. Xo'p, tushunarli bo'ldimi? Savollar bormi? Yo'q, qaraymiz o'rtoqlar. Keyingi misol. Keyingi misol vashi shedevr. Xo'p, 15. Endi savol tug'ilishi mumkin-da shu yerda. Masalan, kimdir aytmoqchi, lekin ichidan ayta olmadi, sal qiynalib turibdi. Ustoz, nega mediana tushganda bu tomonga tushyapti? Bu tomonga tushmayapti deyish mumkin, to'g'rimi? Bu kattaroq. Qayerdan bildim kattaroqligini? Bu 15 gradusmi? Mana bu yer nechi bo'ladi? 75 bo'ladimi? Savol. Burchak bilan tomonni bog'liqligini o'tganimizda katta burchak qarshisida nima yotardi? O'shaning uchun bu tomon katta tomonga tushadi. Tushunarli bo'ldi? Xo'p, demak, men bunda ham mediana tushirmoqchi bo'lsam, qaysi tomonga tushadi? Nima deb o'ylaysiz? 90 ekan. Mana bu joymi? Mana bu tomonga tushadimi mediana? Endi qaranglar. 15 bo'lsa, mana bu joy ham necha bo'ladi shunda? Mana bu yer qarshisi buni demak 4 ekan-a. Dakansa necha bo'ladi? Endi qaranglar. Savol. P ga K ni ko'paytirsam, nima bo'lishi kerak? 2 ni kvadrati bo'lishi kerakmi? Xo'p, endi keyingisi. P ga K ni qo'shsam necha bo'lishi kerak? Savol. Endi buni nima qilamiz? Qaranglar. Mana buni kvadratga oshirsam, nima bo'ladi? Yo'q. P kvadrat plus 2 ta pk plus k kvadrat. Qisqa ko'paytirishni yozib berganimmi? Uzr. Sorry. Pk ni o'rniga necha qo'yamiz? 4 8 bo'ladimi? P kvadrat plus 8 plus k kvadrat teng 16. Bu yoqqa o'tkazib ayirib yuborsam, P kvadrat plus k kvadrat teng necha bo'ladi? Javob bormi? Voy, baraka topganlar. Mana buni qo'shsak 8 ku, uzr, kechirasizlar. Qaranglar, dakansa 8 ku bu. 8 ni kvadrati bo'lishi kerak mana bu pk. P plus. To'g'rimi? 64 bo'ladi-yu. 64 dan 8 ketsa shunda Hop. Keyingisi. Qaranglar, e'tibor beramiz. 90 gradusli uchburchak. Katta uchburchakka e'tibor beringlar.
90 gradusli uchburchak. Bitta burchak 45. Mana bu yerga necha qolyapti shunda? Endi katta uchburchakka e'tibor beradigan bo'lsak, 45. Demak, mana bu tomonni dakansi uzunligi, bu tomon dakansi uzunligi teng hisob oling. Xo'p, endi qaranglar, nima qilamiz? Mana bu yerdan deylik, bundoq qilib tushirdim. Mana tepa uchburchak haqida gaplashyapmiz-da. Bu yer 15 bo'lsa, mana bu yer ham 30 bo'ladimi shunda? Bu buni yarmi. Ya'ni buni yarmi bu bo'ladi. Ya'ni necha bo'ladi shunda? 4 bo'ladi. 4 bo'lsa bu yer 4, ya'ni mediana bo'lgani uchun to'g'riburchak uchidan tush mediana. Bu tomoni ham necha bo'ladi shunda? 4 bo'ladi. Dakansa necha bo'ladi bu? 8 bo'ladi. Xo'p, 8 ketdi mana. Dakansa hammasi. Xo'p, 8 bo'lsa endi. 8 bo'lsa nima qilamiz? Xo'p. Yana bir marta ana qilar ekanmiz-da, qo'llar ekanmiz-da. 30 ga qarshisi buni yarmi. Buni yarmi nechi? 4 mi? Mana bu yer 4 bo'ladimi shunda? Xo'p. Yo, bu yer 4 bo'lsa, qaranglar, mana bu joy 4 bo'lsa, bu 45 likdan bu 90 mana bu joy nechi bo'ladi? 45. Mana bu ham 4 bo'ladimi? 4 bo'lsa, 4 nima bo'ladi? 4 ilzos 2 bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? Xo'p, endi keyingisida chiziqni mana bunday tortamiz, qaranglar. Mana bunday chiziqni tortdik. Xo'sh, endi teng yonli uchburchak. Qarang, qaysi uchburchakda balandligi ham mediana bo'ladi. Ham mediana bo'ladi. Teng yonliniki. Demak, mana bu tomon necha bo'ladi? 10. Bitta Pifagorni qo'llaymiz. Demak, x ni kvadratiga qo'shamiz 4 ilzosni 6 ni kvadratini teng bo'ladi 10 ni nimasiga kvadratiga, to'g'rimi? X ni kvadrati barobar bo'ladi 100, mana bu 100 bo'lib ketadi. Buni kvadrati 96. Ayirib olamiz, to'g'rimi? X ni kvadrati teng 4, x barobar 2. Savollar bormi? Yo'q albatta. Kim tushunmadi? Vazifa 108 gacha. Rozi bo'lasizlar.